Ovqatsiz 10 kunlikni birinchi kuni o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi kunni ancha oson o'tkazdim. Ochlikni his qilganim yo'q. Kun bo'yi faqatgina suv ichib yurdim. Taxminan 2 litrga yaqin suv ichishman bugun. Endi kimlarga ochlik qilish mumkin emas? Shu haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Birinchidan, homilador ayollarga ochlik qilish mumkin emas, chunki ularga tashqaridan keladigan oziq-ovqat juda ham muhim. Keyingisi, yazvasi bor, ya'ni oshqozon ichagida yarasi bor bemorlarga ham ochlik qilish mumkin emas, chunki uzoq vaqt och yurganda oshqozonda kislota miqdori oshadi. Shuni hisobiga yazvasi yana ham kuchayib ketishi mumkin. Keyingisi, anemiya bilan kasallangan, ya'ni kamqonlik bor bemorlarga ham mumkin emas. Ushbu sanalganlardan boshqa ixtiyorli odam ochlik qilsa bo'ladi. Agar 3 kunlikdan oshirib qilmoqchi bo'lsangiz, albatta vrach nazoratida qilishingiz kerak. Endi bugungi natijalarni ko'ramiz. Kecha taroziga chiqqanimda 90 600 chiqqandim, bugun chiqib ko'ramiz. Demak 89 500, ya'ni kechaga qaraganda 1 kg 100 g ves yo'qotibman.